Assalomu alaykum. Bugungi mavzumizdan boshlab o'zgarmas tok qonunlari degan bo'limni o'rganishni boshlaymiz. Biz elektrostatikani tugatdik. Endi elektr toki bilan tanishishimiz kerak. Xo'sh, elektrostatikadagi ba'zi bir tushunchalar bilan tushunchalarni takrorlab olishimiz mumkin. Masalan, biz biron bir o'tkazgich oladigan bo'lsak, uni zaryadlaydigan bo'lsak, bizda shunday shartlarimiz bor ediki, har qanday o'tkazgichning ichida elektr maydon kuchlanganligi Y 0 ga teng bo'lishi kerak edi. Elektr maydon potensiali haqida gapiradigan bo'lsak, elektr maydon potensiali barcha nuqtalarda teng, ya'ni ichida barcha nuqtalarda teng degan fikrni olishimiz mumkin. Elektrostatikada bilishimiz kerakki, barcha zaryadlar joyida tinch turadigan holatlarda qarab chiqdik. O'zgarmas tok qonunlarida aynan zaryadlangan zarrachalarda harakatini qarab chiqamiz. Buning uchun birdaniga ma'lum bir murakkab shakldagi biron bir o'tkazgichni olamiz. Masalan, biron bir simni olishimiz mumkin. Kundalang kesim yuzasi barcha nuqtalarda teng deb hisoblaylik. Masalan, chizamiz. Endi bu o'tkazgichimizni bizda ma'lum bir kundalang kesim yuzali o'tkazgich olayotgan bo'lsak, bir tarafidan musbat zarrachalarni hosil qiladigan bo'lsak, boshqa tarafidan esa manfiy zaryadlangan zarrachalarni hosil qiladigan bo'lsak, o'tkazgich deganimizda nimani tushunishimizni bir eslab olamiz. O'tkazgich deganda ichida erkin elektronlari bor bo'lgan moddalarni nazarda tutsa bo'ladi. Ya'ni o'zidan elektr tokni yaxshi o'tkazadi deb aytiladi ba'zi bir bo'limlarda. Bizlar shunchaki aytaylik, ichida erkin elektronlar bor. Tasavvur qilaylik, agar biz mana bu yerda erkin elektronlarni hosil qiladigan bo'lsak, bu yerdagi manfiy zaryadlangan zarrachalarimiz agar elektronlar qator turibdi deb oladigan bo'lsak, bu elektronlar mana ichida joylashgan elektronlarni o'zi bu yerdan qochishni boshlaydi. Bu yerdagi elektronlar bundan qochadi, bundagi elektronlar bir-biridan qochadi. Ya'ni ichkaridagi manfiy zarrachalarni mana bu manfiy surishni boshlaydi. O'ylashimiz mumkinki, zaryadlangan zarrachalarimiz o'tkazgich bo'ylab xuddi suv misoli harakatlanishni boshlaydi bizlarda. Va manbani musbat tarafiga keladi deb aytishimiz mumkin. Lekin boshqa tarafdan aytadigan bo'lsak, zaryadlangan zarracha qaysi tomonga qarab harakat qilayotgan bo'lsa, demak o'z-o'zidan elektr maydon yo'nalishi o'sha zaryadlangan zarrachalarning yo'nalishi bilan aniqlanishi mumkin. Masalan, zaryadlangan zarrachalar mana bu yo'l bilan harakatlanayotgan bo'lsa, lekin biz manfiy zaryadlangan zarrachalarning harakat yo'nalishini qilyapmiz. Manfiy zaryadlangan zarrachalarning harakat yo'nalishiga maydon teskari bo'ladi. Demak, elektronlar bu tomon kelayotgan bo'lsa, elektr maydon kuchlanganligi bu tarafga bo'lishi kerak. Demak, qolganlarini ham chizsa bo'ladi. Sabab qolgan elektronlar ham bu yerdan kelyapti. Demak, bir tarafi minus, bir tarafi plusga ulangan biron bir o'tkazgichning ichida paydo bo'lgan elektr maydonimiz quyidagicha bo'ladi deb olishimiz mumkin. Plus minusni doimiy tarzda ma'lum bir tok manbai hosil qiladi deb o'ylaymiz. Tok manbalariga alohida to'xtalib o'tamiz. Hozircha faqatgina aytishimiz mumkin. Buni plus minusni belgilashimiz mumkin. Ya'ni mana shunday ko'rinishdagi belgicha. Ba'zi bir holatlarda buni quyidagicha almashtirish ham mumkin. Ya'ni plus tarafini uzunroq chiziladi, minus tarafini esa kaltaroq qilib, mana tok manbalarini ko'rsatish mumkin. Demak, bu plus, mana bu esa bizda minus. Demak, o'tkazgichimizda ichida qanaqadir elektr maydon bo'ldi, lekin elektr maydonni chiziqlariga qaraydigan bo'lsak, hammasi bir-biriga parallel tarzda paydo bo'lyapti deymiz. Demak, o'tkazgichning ichida kuch chiziqlari parallel bo'lgan maydonlar, demak, bunday maydonlarni bir jinsiy maydonlar deb aytiladi. Demak, bu ham bir jinsiy maydon deb aytishimiz mumkin. Lekin bu elektrostatik maydon emas, bu statsionar elektr maydon deb yuritiladi. Maydonning nomini esda saqlab qolish kerak. Statsionar elektr maydon. Qisqartirib yozib o'raman men berdim. Demak, statsionar elektr maydon bu tarafga bo'lyapti. Manfiy zaryadlangan zarrachalar esa uni ichida bu tomonga qarab ko'chyapti deymiz. Mana ko'chish yo'nalishini ko'rsatishim mumkin. Manfiy zaryadlangan zarrachalarimiz o'tkazib bo'ylab bu yoqqa silib kelyapti. Demak, zaryadlangan zarrachalarimizda qanaqadir harakat paydo bo'ldi. Zaryadlangan zarrachalarimizni harakati bizlarda xuddi suvni oqimiga o'xshatish mumkin. Ya'ni tok bu oqim deb tushunsa bo'ladi. Elektr toki deganda zaryadlangan zarrachalarning oqimi deb aytishimiz mumkin. Demak, elektr toki deganda nimani tushunamiz?
Elektr toki bu zaryadlangan zarrachalarning bir tomonga tartibli harakati. Bizning holatimizda hozir harakat qilayotgan zaryadlangan zarrachalarimiz bu manfiy zaryadlangan zarrachalar hisoblanadi. Endi elektr toki deb aytyapmiz, lekin elektr toki qaysi tomon qarab yo'nalgan bo'lishi mumkin degan savol paydo bo'ladi. Sababi zaryadlangan zarrachalarimiz faqatgina musbat bo'lmaydi yoki manfiy bo'lmaydi. To'g'ri, bizning holatimizda hozir manfiy zaryadlangan zarrachalar harakat qilyapti. Lekin ba'zi bir holatda musbat zaryadlangan zarrachalar ham harakat qiladi. Unda qaysi yo'nalishda tanlash kerak degan fikr kelishi mumkin. Ya'ni agar bu yerda musbat zaryadcha bo'lganda edi, maydon bo'ylab ko'chgan bo'laydi degan savol tug'ilyapti bizlarda. Tarixdan shunday saqlanib qolganki, elektr tokini yo'nalishi sifatida musbat zaryadlangan zarrachalarda harakat yo'nalishi qabul qilingan. Ya'ni musbat zaryadlangan zarrachalar qaysi tomonga ko'chishi mumkin bo'lsa, demak o'sha tomonga tok yo'nalgan deb aytamiz. Ya'ni elektronlarni o'rniga bu yerda agar musbat zaryadlangan zarrachalar kiritadigan bo'lsak, ular maydon bo'ylab ko'chgan bo'ladi. Demak elektr tokini yo'nalishi ham maydon bo'ylab yo'nalgan deb aytishimiz mumkin. Bunday tanlanishi bir tarafdan qulay ham, sababi elektr maydon yo'nalishi qaysi tarafga bo'lsa, demak tokimizning yo'nalishi ham aynan shunday, ya'ni plyusdan minusga qarab yo'nalgan deb aytishimiz mumkin. Tok yo'nalishini tasvirlaymiz bu yerda. Mana bu elektr tokini yo'nalishi sifatida qabul qilishimiz mumkin. Xo'sh, elektr toki zaryadlangan zarrachalarni tartibli harakati va u biron bir tarafga qarab zarrachalarda harakat keltiryapti. Unda o'tkazgichni ichida paydo bo'layotgan maydonlar haqida umuman bir gaplashib ko'radigan bo'lsak. Xo'sh, bu yerda ko'rinyapti, ichidagi maydon bir jinsli deb aytishimiz mumkin ekan. Bir jinsli elektr maydon paydo bo'lyapti. Maydon kuchlanganligini qanday hisoblab topish mumkin desa, bir jinsli maydonlarda kuchlanish bilan, ya'ni manbadagi kuchlanish u bo'ladigan bo'lsa, maydon yo'nalishidagi kuch orasida bog'lanish bor edi bizda. Ya'ni Y barobar U taqsim bu yerda D degan formula ishlatganmiz. D deyotgan paytimiz maydon bo'ylab ko'chish. Lekin maydon bo'ylab ko'chish bu yerda o'tkazgichimizning uzunligiga teng. Ya'ni biz agar o'tkazgichimizni uzunligini L deb belgilaydigan bo'lsak, U taqsim L bo'yicha topilishi mumkin. Masalan, 20 metr uzunlikdagi sim olib, 20 metr uzunlikdagi sim biron bir radiusga yetkazgan bo'lsak, bizdan yo'q kuchlanish 220 deb gapiramiz biz odatda. Demak, potensiallar farqi deb tushunishimiz mumkin. Unda har bir metr simga qanchadan kuchlanish tushadi deb savol qo'ysa. Demak, savolda 20 metr bu ketyapti, bu 220 ikon bo'ladigan bo'lsak, 11 volt metrga. Ya'ni har bir metr simimizga 11 voltdan tushib boryapti deb o'ylashimiz mumkin. Demak, potensial ham hamma joyda bir xil bo'lmaydi. Elektrostatikadan farqi aynan shunda. Elektrostatikada har qanday o'tkazgichning ichidagi elektr maydon kuchlanganligi 0 ga teng bo'ladi. Bu yerda esa elektr maydon kuchlanganligi 0 ga teng emas va potensial barcha nuqtalarda teng bo'lmaydi. Umumiy maydon bo'ylab agar kamayishini hisobga oladigan bo'lsak, ba'zi bir nuqtalarni ko'rsatish mumkin. Mana bu yerda phi1 deb oladigan bo'lsak, bu yerda phi2 deb oladigan bo'lsak, bu yerda phi3 potensial oladigan bo'lsak, maydon bo'ylab potensial kamayib boryapti. Demak, phi3 eng kichkinasi phi2 va phi1, ya'ni phi1 nuqtada potensial eng yuqori deb aytishimiz mumkin. Endi yana qo'shimcha ba'zi bir savollar paydo bo'ladi bu yerda. Masalan, elektr tokining tezligi degan narsa bor. Elektr tokining tezligi degandan nima tushunamiz? Elektr tokining tezligi deganda bu zaryadlangan zarrachalarning harakati tushunilmaydi. Ya'ni agar tushunmoqchi bo'layotgan bo'lsak biz biron bir uzun truba oladigan bo'lsak, truba 100 metr uzunlikdagi truba bo'lsin. Uni ichini suv bilan to'ldiradigan bo'lsak, va buni bir tarafidan ozginagina suv qo'ygan paytimizda deyarli bir onda ikkinchi tarafidan suv to'kilishni boshlaydi. Biz bu holatda aytolmaymiz-ku, krushka bilan qo'yayotgan tomonimizni, masalan, qaysi tarafdan krushka bilan suv qo'yayotgan bo'lsak, o'sha suv bu yerdan chiqdi deb aytolmaymiz hech qachon. Quygan suvimiz bular bir-birini hamma surib boradi. Narigi tarafdagi suvni siqib chiqaradi. Ya'ni ma'lum bir to'lqin tarqalib borib turib, narigi suvni siqib chiqarish mumkin deymiz. Ya'ni suvning tezligi bilan bu tomondan o'sha ta'sirda yetib borish tezligi bir xil emas. Quygan suvimiz juda sekin harakat qilayotgan bo'lishi mumkin, lekin quyganimizdan birdaniga narigi taraf harakat qilayotgan bo'lsa, nima jarayon sodir bo'lyapti desa, bu yerda to'lqin deymiz. Suvda ichida to'lqin tarqala oladi.
to'lqinimizni tarqalish tezligi 1,5 ming metr sekundiga deb yozilgan mexanikada. Ya'ni to'lqin 1 sekundiga 1,5 ming metr masofa bosib o'tishi mumkin taxminan. Bu yerda ham xuddi shunday. Elektr tokining tezligi deyotgan paytimizda mana zaryadlangan zarrachalarning harakat tezligi qabul qilinmaydi. Sababi zaryadlangan zarrachalarimiz tartibli harakatlanish tezligi juda kichkina bo'ladi. 0,1 millimetr sekundiga, ya'ni har sekundiga 0,1 millimetr atrofida tartibli tezlikka ega. Elektr tokining tezligi bizlarda mana bu ichidagi statsionar elektr maydonining tarqalish tezligi bilan mos tushadi. Statsionar elektr maydonining tarqalish tezligi yorug'lik tezligiga yaqin bo'ladi va qiymati o'shunisi 8 metr taqsim sekund deb olishimiz mumkin. Ya'ni agar bizlarda ma'lum bir uzunlikdagi sim bo'ladigan bo'lsa, uni ulagan paytimizda narigi tarafda tok qancha vaqtdan keyin paydo bo'ladi desa, ya'ni ulangandan keyin, demak hisoblab topish mumkin. Faqat elektr tokining tarqalish tezligi 3,8 hisoblashimiz mumkin. Shuning uchun uyimizda svetni qo'shgan paytimizda svet deyarli bir onda yonadi degan fikrga kelamiz. Endi elektr tokini xarakterlovchi kattaliklar haqida gapiramiz. Elektr toki bu zaryadlangan zarrachalarni aytyapmiz oqimi deyapmiz. Ya'ni zaryadlangan zarrachalarning harakati. Xo'sh, zaryadlangan zarrachalar harakat qilgan paytida o'tkazgichda ma'lum bir kundalik kesim yuzasidan ma'lum bir zaryadni o'tkazishni boshlaydi. Ma'lum bir kundalik kesim yuzasidan, masalan, har bir sekund ichida oqib o'tadigan zaryad qiymati qanchalik katta bo'lsa, demak aytishimiz mumkinki, bu yerda elektr toki kuchliroq, ya'ni uni kuchi kattaroq. Shuning uchun tok kuchi degan agar kattalik kiritadigan bo'lsak, tok kuchi qanday xarakterlanadi desa, buni ma'lum bir kundalik kesim yuzasini ajratib, masalan, mana bu yerdan ma'lum bir tok yuzini ajratib oladigan bo'lsak, undan oqib o'tadigan zaryadning qiymati delta Q bo'ladigan bo'lsa va bu zaryad delta T vaqt ichida oqib o'tayotgan bo'lsa, bu yerdan oqib o'tadigan tok kuchini delta Q'ni delta T ga nisbat. Ya'ni bu oqimni kuchi deb aytishimiz mumkin. Ya'ni 1 sekundda 1 kulon zaryad o'rniga 1 sekundda 5 kulon zaryad oqib o'tadigan bo'lsa, zaryad qiymati ko'proq, demak tok qiymati ham kattaroq. Tok kuchi I harfi bilan belgilanadi. Bizda katta I belgilanishda. Buni ba'zi bir holatlarda J deb ham o'xshadi. J yozma holatda J harfi ko'rinishida belgilanishi mumkin. Tok kuchini birligi sifatida 1 amper qabul qilingan. Mana belgilanadi. Bu yerda yozish noto'g'ri. 1 kulonni sekundga nisbatdir. Sababi kulon xalqaro birliklar sistemasidagi asosiy birlik hisoblanmaydi. Aynan amperimiz xalqaro birliklar sistemasidagi asosiy birlikka kiradi. Ya'ni xalqaro birliklar sistemasida bizlarda 7 ta kattalik bo'ladigan bo'lsa, bu o'sha 7 ta kattaligidan bittasi. Kulonni amper orqali ifodalash mumkin. Ya'ni 1 kulonimiz bizlarda 1 amper ko'paytirilgan sekundiga. Ya'ni agar o'tkazgichdan 1 amper tok oqib o'tayotgan bo'lsa, uni kundalik kesim yuzasidan birlik vaqt ichida, ya'ni 1 sekund ichida 1 kulon zaryad oqib o'tadi degan fikr kelishimiz mumkin. Bu yerdan ko'rinib turibdiki, elektr toki uchun 1 kulon zaryad bunday katta hisoblanmaydi. Sababi uyimizda ishlatadigan tok kuchining qiymati ham bizlarda bir necha amperlarga yetib borishi mumkin. Masalan, 10-15 amperlar atrofida bo'ladi. Kuni bo'yi hisobiga agar hisoblab chiqadigan bo'lsak, 86400 sekund vaqt bo'ladigan bo'lsa, oqib o'tadigan zaryad qiymatini bemalol fikrlab ko'rishimiz mumkin. Elektrostatikada esa 1 kulon zaryad juda katta deb hisoblanadi. Xo'sh, tok kuchining qiymatini quyidagicha hisoblab topish mumkin ekan. Lekin e'tibor qilish kerak, birlik vaqt ichida oqib o'tayotgan zaryad degan gap ekan. Agar buni ichidan biz delta Q'ni topmoqchi bo'layotgan bo'lsak, ya'ni qancha zaryad oqib o'tganini topmoqchi bo'layotgan bo'lsak, i'ni delta T ga ko'paytirishimiz kerak. Lekin e'tibor qilamiz, bu yerda bu formulani qo'llash mumkin faqatgina agar tokimizning qiymati o'zgarmasa. Ya'ni o'zgarmas tok deganda nimani tushunamiz? Tokni agar yo'nalishi va qiymati o'zgarmasa, vaqt o'tishi bilan bunday tokni o'zgarmas deb aytishimiz mumkin. Masalan, 5 amper deyotgan paytimizda tok doimiy tarzda 5 amperga teng va uni yo'nalishi o'zgarmayapti. Ya'ni har sekundiga o'tkazgichning kundalik kesim yuzasidan 5 kulondan zaryad oqib o'tyapti degan fikrda aytishimiz mumkin. Shunday holatlarda quyidagi formulani ishlatish mumkin. Ya'ni o'zgarmas tok uchun. Agar tokimiz bizda o'zgaruvchan bo'layotgan bo'lsa, ma'lum bir differensial tenglamalardan foydalanishimiz mumkin. Ya'ni quyidagi tenglikni quyidagicha almashtirib chiqamiz.
uni dq ko'paytirilgan i'ni o'sha vaqtdagi qiymati ko'paytirilgan deta deyish mumkin. Bundan integral olinadigan bo'lsa, umumiy holatda oqib o'tadigan zaryad qiymatini topish uchun integral i'ni tga bog'lanishi bo'yicha deta. O'zgarmas tok qonunlarida bu formuladan foydalanilmaydi ko'p, lekin bizlarning keyingi aytaylik fizika bo'limlarida o'zgaruvchan toklar bilan ham ishlash to'g'ri kelib qoladi. Bunday holatlarda bu formula juda ko'p martalab ishlatiladi. Shuning uchun bu formulani ham bilish kerak. Yoki mana bu formula differensial ko'rinishda d uni dtga nisbat ko'rinishda olish mumkin. Ya'ni i'ni tga bog'lanishini tenglamasini olish uchun d uni dtga bo'lishimiz kerak. Odatda tok agar o'zgaruvchan bo'layotgan bo'lsa, uni katta i harfi bilan emas, kichkina i harfi bilan belgilab qo'yish mumkin ekan. I bilan. Unda mana bu formulacha. Ya'ni quni tenglamasidan, quni tga bog'lanish tenglamasidan t bo'yicha hosila oladigan bo'lsak, tok shuni oniy qiymatini beradi degan fikrga kelamiz. Endi o'tkazgichdagi elektr toki, ya'ni tok kuchi o'tkazgichni xosalariga qanday bog'liqligini qarab chiqamiz. Ya'ni agar o'tkazgichimiz yasalgan moddaning materiali bizlarga berilgan bo'lsa, ya'ni zichligi, masalan, mis zichligi 8900 deb olamiz. Va moddani valentligi bizga berilgan bo'lsa, valentligi deyotgan paytimizda har bitta o'sha mis atomi nechta erkin elektronga ega ekanligini ko'rsatuvchi kattalik. Masalani shartda bu beriladi. Va o'sha moddamizning molar massasi, ya'ni davr sistemada berilayotgan qiymati deb olamiz. Bu kattaliklar berilgan deb hisoblaydigan bo'lsak, ularni tok kuchi bilan bog'lamoqchi deb o'ylaylik. Xo'sh, bizda elektr toki paydo bo'lishi uchun o'tkazgichimizning ichida qanaqadir manfiy zaryadlangan zarrachalarimiz, ya'ni elektronlarimiz bo'lishi kerak. Elektronlar qanchalik ko'p bo'ladigan bo'lsa, qanchalik ko'p bo'ladi deyotgan paytimizda birlik hajmni ichida, ya'ni shuncha joyda ichida ko'p bo'lsa elektronlar, demak, tok yaxshiroq o'tadi. Masalan, elektronlar ko'p bo'lishi mumkin, lekin o'tkazgich ham katta bo'lishi mumkin. Masalan, 100 ta odam joylashdi deyotgan paytimizda unchalik shu narsa emas. Agar 100 ta odam bitta xonaga chiqadigan bo'lsak, to'g'ri, ular bir-biriga zich turibdi. Lekin agar 100 ta odam bitta stadionda turgan bo'lsa, demak, bunday holatda bu yerda elektr tokini o'tkazish, ya'ni odamlar bir-biriga tiqilib turibdi deb aytishimiz unchalik to'g'ri bo'lmaydi. Shuning uchun soni deyotgan paytimizda konsentratsiyasi haqida gap ketyapti. Demak, elektronlarda konsentratsiyasini bilishimiz kerak. Elektronlarda konsentratsiyasini bilishimiz uchun atomlarda konsentratsiyasini bilishimiz kerak. Ya'ni atomlar qanchalik zich joylashganini. Chunki masalan 1 metr kubiga 100 ta atom joylashganini biladigan bo'lsak, har bitta atom o'zidan bitta erkin elektronga ega bo'ladi desak, demak o'z-o'zidan 100 ta atomga 100 ta erkin elektron, demak 1 metr kubimizning ichida 100 ta elektron degan bor ekan degan fikrga kelishimiz mumkin. Endi moddalarda konsentratsiyasini hisoblash uchun quyidagi formuladan foydalanish mumkin. Molekulyar fizikadan bizlarga ma'lumki, n ni v ga nisbati ko'rinishda aniqlaymiz. Lekin molekular sonini topish uchun m ni molar massaga bo'lib n Avogadroga ko'paytirish kerak edi. Agar 1/v ham ko'paytirib qo'ydik. Lekin formuladan m ni v ga nisbati moddaning zichligini berishiga qaraydigan bo'lsak, demak konsentratsiya teng rho n Avogadro taqsim molar massa deyishimiz mumkin. Bu o'sha aytaylik mis bo'ladigan bo'lsa, mis atomlarining konsentratsiyasi bo'ldi. Har bitta misda z ta erkin elektron bo'lsa, ya'ni bitta bo'lishi ham mumkin, ikkita bo'lishi ham mumkin, kamdan-kam holatlarda 3 ta bo'ladi. Z ta bo'ladigan bo'lsa, umumiy erkin elektronlarimizning konsentratsiyasi, ya'ni 1 metr kub ichidagi soni z ko'paytirilgan n ko'rinishida belgilab olishimiz mumkin. Bu erkin elektronlarning konsentratsiyasi. Endi yana erkin elektronlar bor. Agar bizlar tok oqib o'tyapti deyotgan bo'lsak, tok yo'nalishi bu tarafga bo'lsa, zaryadlangan zarrachalar bu tomonga qarab harakatlanyapti deymiz. Ma'lum bir ko'ndalang kesim yuzlarini olyapmiz. Mana o'tkazish ko'ndalang kesim yuzlari bizda berilganda hisoblaydigan bo'lsak, undan mana bu elektronlar oqib o'tayotgan bo'lsa, fikrlashimiz mumkinki, to mana bu elektron bu yerdan oqib o'taman deguncha, buning ichidagi barcha zaryadlangan zarrachalar bu yerdan oqib o'tadi. Demak, buning ichidagi barcha zaryadlangan zarrachalarni qiymatini bilishimiz kerak. Ya'ni delta quni qiymatini topishimiz kerak. Buni ichidagi delta qu. Delta quni topish uchun elementar zaryadni shadagi zarrachalar soniga ko'paytirishimiz kerak. Ya'ni nechta elektron bor bo'lsa, o'shani ko'paytiramiz. Lekin sonni topish uchun nima qilish mumkin desa, sonni topish uchun konsentratsiyadan foydalanish mumkin. Ya'ni delta n
Mana bu formuladan n ni topsak, v ni n ga nisbatan ko'paytamiz. Faqat endi n o'rniga n erkin elektronlarning konsentratsiyasi va shuni hajmi. Hajmi ko'ndalang kesim yuzlarini L ga ko'paytamiz. Demak, quyidagicha formula bilan ishlatish mumkin ekan. Demak, delta Q teng Y n erkin elektronlar S L ko'rinishda oladigan bo'lsak va tok kuchini qiymatini ifodalamoqchi bo'layotgan bo'lsak, delta Q taqsim delta T orqali bu yerda Y n elektron L S taqsim delta T. Lekin yaxshilab e'tibor qilinsa, mana bu munosabat, mana bu elektronni bosib o'tayotgan masofasi L, ma'lum bir delta T vaqt ichida. Demak, uni tezligi orqali almashtirilishi mumkin v tartibli tezligi bilan. Unda I barobar Y n elektronlar v tartibli harakatlanish tezligi S. Demak, tok kuchi elektronni zaryadiga, erkin elektronlarning konsentratsiyasiga, ularning tartibli harakatlanish tezligiga va ko'ndalang kesim yuzlarining kattaligiga to'g'ri proporsional degan fikr kelamiz. O'z-o'zidan erkin elektronlar konsentratsiyasi moddaning xossalari bilan quyidagicha bog'lanishga egaligini biladigan bo'lsak, bemalol masalalarda ishlashimiz mumkin bu yerda. Agar biz bu formuladan real moddalar uchun v tartiblanish tezligini topib chiqadigan bo'lsak, v tartibli harakatlanish tezligi taxminan 0,1 millimetr sekundiga atrofida chiqadi. Albatta bundan farq qiladi, lekin imtihonlardagi tushadigan savollarga qaraydigan bo'lsak, 0,1 millimetr sekundiga deb qarashimiz mumkin ekan. Bu juda kichik tezlik. Masalada keladi, shuncha esda qolish kerak.